Hasan Husan Sparklarimizni ko'rib turishinglar mumkin. Beton bo'lib, faralari qop-qora bo'lib, chotki bo'lib turibdi. Bu mashinalarni aka-ukalar minishadi. Niyat qilib, akkuratni qilib ikkalarini bir xil qilib qo'yishgan. Mashinalarni ham Hasan Husan qilib qo'yishgan. Bu avtomobillar 90% ishini pashti o'zimizning eksklyuziv detailing jamoasi qilib bergan. Ikkita laboylarga e'tibor berishlaring mumkin. Qop-qora bo'lib, beton bo'lib, lop bo'lib turibdi. Bu standartdan o'tadimi, bizani aldamayapsizlarmi deyishlaring mumkin. Gailarni original tonik apparati bo'ladi mana. Mana shunaqa maxsus apparatda o'lchashadi gailar. Mana 100 quvonma ikkalasini teg'azib, laboy turibdi. Laboyi qora sonzashli to'rilgan. Mana ochyapman, ochib o'lchab beryapman mana. 100% standartdan o'tadi. Lyuboy gai tekshirganda standartdan 100% o'tadi. 74 77 chiqyapti. Pashti 5% plusi bilan turibdi. Lyuboy gaida tekshirtirib olsanglar o'tadi. Xo'p, endi ikkinchisini o'lchaymiz akalar. Mana laboyi buniki o'tdi bemalol. Uzoqdan bitta ko'rsatib o'tamiz. Lop bo'lib turibdi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisi ham bir xil, xuddi shunaqa laboy, xuddi shunaqa sonzashita qo'yilgan original apparatni 100 qilib olamiz. Xo'p, 100 qilib olamiz. Mana yoqib qo'yib 100 qilib olamiz. Bunisi ham bemalol o'tib turibdi mana 76%, 75. Pashti 6% bu ham standartdan o'tib turibdi. Uzoqdan, yaqindan qop-qora bo'lib, beton bo'lib turibdi. Ko'rinishini ko'rishlaring mumkin. Mana bu Sparkimizda odam o'tiribdi. Tashqaridan umuman yaqinidan ham daji ko'rinmayapti. Akamizga bitta tushib beradilar. Ichida odam o'tirsa ham, oldilarida qizlaringizni olib o'tirsanglar ham umuman ko'rinmaydi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Lyuboy inomarka bo'ladimi, JM avtomobillarimiz o'zimizga murojaat qilib qo'yaverasizlar.